Nega biz havaskor boksda juda ham kuchlimiz u professional boksda hech omadimiz kelmayapti. Nuqul yutqazyapmiz. Kecha Murodjon Ahmadaliyevning jangini ko'rdim va kommentariyada ko'plab bu jang sotilgan, agar O'zbekistonda bo'lganda Murodjon yutardi degan ko'plab kommentariyalarni o'qidim. Tan olishimizni xohlagan bo'lardim. Bizda professional boks rivojlanmagan. Endi kurtak ochayotgan bir yo'nalish hisoblanadi. Havaskor boksimiz esa haqiqatdan-da kuchli. Nima? Biz haqiqatdan dunyodagi eng zo'r davlatmizmi? Boks bo'yicha? Yo'q. Aslini olganda, boksda juda ham kuchli mamlakatlar bo'lgan Meksika, AQShga o'xshagan mamlakatlar aslida havaskor boksga urg'u bermaganligi uchun bizga o'xshagan mamlakatlar iqtisodiyoti anchagina past bo'lgan mamlakatlar shunaqangi olimpiadada qatnashish mumkin bo'lgan sportlarda birinchi o'rinlarda yuradi. Buning sababi, misol uchun vaqt keltirib o'taman. Sizga hozir mana bu jadvalda rivojlangan mamlakatlar AQSh, Fransiya, Yaponiya va O'zbekistonning olimpiada sovrindorlari uchun hukumat tomonidan nechta pul berilganligini keltirib o'taman. Ko'rib o'zingiz xulosa qilishingiz mumkin. Men xohlagan bo'lardimki, hukumatimiz sportchilarga pul ajratayotgani ajoyib. Lekin hukumat xuddi shunaqa ishoralarni ilmga ham qilsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Agar ilmda ham kimdir Taxo mashinasi va $200,000 borligini bilsa, bizda anchagina ilm yuksalgan bo'lardi. Sizga bir ma'lumotni aytib o'tay, hech kimga aytib qo'ymang. 150 yil ichida biz juda ham buyuk bo'lgan millat birorta ham kashfiyotni amalga oshirmaganmiz. Birorta ham kashfiyotda patentimiz yo'q. Hatto ketmonni zo'r uradigan, ixtiro qiladigan bir mashinka yoki shunga o'xshagan nimadir ham ixtiro qila olmaydi. Shuning uchun hali professional boksda ham zo'r bo'lib ketamiz. Gap shu haqida. Gapni boshqa tomonga burmanglar.